Neverland. Bolalar hech qachon ulg'aymaydigan o'sha afsonaviy Peter Panning mamlakati real hayotda mavjud. Michael Jackson Neverland ranchosining egasi edi va Neverland ranchosi taxminan 1012 gektarni tashkil etardi. Ya'ni bu 1012 ta futbol maydoniga teng edi. Neverland ranchosining o'zida shaxsiy temir yo'li bo'lgan. Ya'ni bu ranchoni osonroq aylanib chiqish uchun yordam berardi. Bundan tashqari esa Neverland ranchosida Michael Jackson odatda kasal yoki bolalar uyidagi bolalarni Neverland ranchosida bepul aylanishiga taklif qilardi. Chunki Neverland ranchosida har xil amusement parklar va ko'ngilochar bog'lar va bundan tashqari esa Neverland ranchosining xususiy zooparki mavjud edi. Va u yerda bundan tashqari yana har xil kinoteatrlar va boshqa narsalar mavjud edi va Neverland ranchosida shunday bir o'zida Neverland deb juda ham katta bog' shaklida yozilgan va vaqt to'xtab qolgan soatini ko'rsatilgan belgi mavjud edi. Ya'ni bu haqiqatan ham Michael Jacksonning o'zi Neverlandni juda ham, ya'ni Peter Pandagi Neverlandni juda ham yaxshi ko'rardi va shuning uchun ham uyning kiraverish qismida juda ham katta qilib bog'dan daraxtlarni dekoratsiya shaklida ektirib Neverland deb yozilgan va to'xtab qolgan soatning ramzi mavjud edi.